o'ylanib o'tiribsizmi? Hali ham qachon niyatlarim amalga oshar ekan deb. Siz maqsadlaringizga yetib borish uchun 5 ta niyatingizni hozirroq yozing va niyatlaringizga tezroq yetib borish metodikasini siz bilan ko'rib chiqamiz. 5 ta niyatingizni siz hozirgi tugallamagan zamonda yozing. Va endi ushbu 5 ta niyatlaringizni har biriga 3 tadan siz qo'rquvlaringizni yozing. Aynan nima uchun ushbu niyatingizga siz yetib bora olmayapsiz? Ya'ni qanaqa qo'rquvlar sizga xalaqit beryapti? Ushbu qo'rquvlaringiz faqat sizning qo'rquvlaringiz ekanligini his eting. Bu qo'rquvlar sizga foyda bermadi. Bu qo'rquvlar sizga eskirgan dastur edi va bu eskirgan dastur orqali siz niyatingizga yetib bora olmayapsiz. Endi niyatimizga yetib borish uchun ayting: "Men roziman o'zimni ijobiy niyatlarimga tez va oson yetib borish uchun." Va buni qayta-qayta takrorlang. Endi harakatlaringizni yozing. Har bir yana 5 ta niyat uchun kamida 3 tadan harakat yozamiz. Men ushbu niyatimni amalga oshirish uchun nimalar qilyapman va kamida nimalar qilishingiz uchun siz harakatlaringizni aynan yozishingiz kerak. Endi oxirgi etapda ushbu harakatlarni siz boshlang, reja qiling, kuningizni dasturlang. Siz kuningizni, vaqtingizni qanday o'tkazyapsiz va niyatingizga siz borgan sari yetib borish hissini his eting. Oldindan ko'ra biling, ushbu niyatingiz haqiqatan sizga foyda beryaptimi? Agar haqiqatan o'sha niyatingiz orqali siz o'zingizni bir baxtli his eta boshlasangiz, albatta hozirroq ushbu metodikani boshlang. Siz albatta o'z niyatlaringizga yetib borasiz.